Abu Hurayra raziyallohu anhu aytadilar: bir zamonlar keladi oxir zamon ummatlarimning boshiga. U zamondagi odamlar halolmi, harommi urishadi, yeyaverishadi. Harom halolni farqiga bormay qo'yishadi. Haromdan hazar qilishmaydi. Halolga bunday topiy deb xaridor bo'lmaydi. Halol harom birdek o'taveradi tamom. Ana ularning duosi keyin mustajab bo'lmay qoladi. İbadetlari qabul bo'lmay qoladi. Ana undan keyin turli ofat balolar, duolar qabul bo'lmay qolgandan keyin kela boshlaydi. Yesan. Osan. 5 son bo'lsa ham urib qolganim foyda. 10 son bo'lsa ham olib qolganim foyda. Mana shunday harakatlar juda ko'p. Shunday ishlar juda ko'p bizning zamonamizda ham. Lekin bor ahli iymonlarki shularning duosining sharofati bilan yashab turibmiz birodarlar. Ahli duolarni duosi qabul bo'lmay qolsa qiyomat boshlanadi. Bular yo ko'payyapti, yo kamayyapti. Yo ko'payyapti, yo kamayyapti. Nima bo'lsa qo'lga ilindi olib kelib bironta boshqa millatni ko'chada aroq sotayotganini ko'ryapsizmi? Bitta savolda. Bironta bozorda, ko'chada bitta g'ayri millatni dinida aroq sotish mumkin bo'lganini savdo qilayotganini ko'ryapsizmi? Hammasi o'zimiz qarindoshu, tanish bilishu o'zbek musulmon farzandlari. Xudoyilar qiladi. Namoz ham o'qishadi. Musulmonchilikni ham da'vosi bo'ladi. Ana shularni hammasi birodarlar harom. Harom. Harom mol sadaqasi ham, Alloh yo'lidagi xudoyisi ham, duosi ham, namozlari ham bo'lmaydi. Shun bilan bola chaqa boqib foyda ko'raman deydi. Asli agar musulmon bo'lsa, shuni foydasini Alloh unga ko'rsattirmaydi baribir. Harom molni puli yo poraga ketadi, yo kasalni tuzatishga ketadi, yo olib ketadigan olib ketadi. Hech qachon yaxshilikka bo'lmaydi. Qilmang. Qo'ldan kelgancha tushuntiring. Dinni eng birinchi dushmani aroq. Dini islomni oyoq osti qildirgan, kofirlar oyoq ostisida qolib ketishiga, Qur'onlarni yoqilishiga, masjidlarni buzilishiga sabab bo'lgan aroqdir. Chunki ichilgandan keyin iymon ketadi, vatanni sevmoq ketadi, vatanni sotadi. Vatanni kimlar sotgan? Birinchi bo'lib boyvachchalar, ichkilikka berilgan ruslarga shogird tushganlar birinchi bo'lib sotib bergan. Qaytdan kirish kerak, qaytdan olish kerak. Qanday yer hosil bizni zamin deb kayp ustida gapirib beravergan hammasini. Said Azimboyi bormi, boshqasi bormi? Ana undan keyin bo'lgan hamma ish.
vatanni sevmoq iymondan deydi. Iymon ketgandan keyin vatanni sevmay qolinadi. Vatanni sotadi keyin. Oxiri bir butilka aroqqa ham sotib qo'yadi. Bu narsa yot bizga, bu narsa harom bizga. Bu narsani qilmang. Bu narsadan tiyiling.